Kitob tumanidagi Qo'shchinor ziyoratgohi haqida batafsil ma'lumot. Kanalimga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'ying. Men esa ma'lumotlarni boshladim. Ushbu maskan o'zining sirli tabiati va qadimiy tarixi bilan ajralib turadi. Quyida ziyoratgoh haqida chuqurroq ma'lumotlar keltirilgan. Chinorlarning yoshi va ramziyligi. Ziyoratgohdagi chinorlar bir necha yuz yillik, ba'zi manbalarga ko'ra 800 ming yil atrofida yoshga ega. Xalq tilida Qo'shchinor deb atalishiga sabab ikki ulkan daraxtning yonma-yon o'sganligidir. Bu daraxtlar o'zbek madaniyatida barhayotlik va mustahkamlik ramzi hisoblanadi. Mahalliy aholi orasida bu chinorlar ostida duo qilish xosiyatli ekani haqida ko'plab rivoyatlar yuradi. Geografik joylashuvi va iqlimi. Qo'shchinor kitobning tog'li hududida joylashgani uchun u yerning iqlimi tuman markaziga qaraganda ancha salqin. Ziyoratgoh atrofida tog' daryolari yoki soylari oqib o'tadi. Bu esa maskanni nafaqat ziyoratgoh, balki ekoturizm maskaniga ham aylantirgan. Ayniqsa yozning jazirama kunlarida. Ziyoratchilar bu yerdagi salqin havo va muzdek buloq suvi uchun ham tashrif buyurishadi. Ma'naviy ahamiyati. Bu joy ko'pincha tasavvuf namoyandalari yoki mahalliy avliyolar nomi bilan bog'lanadi. Ziyoratchilar bu yerga kelganda chilla xonalari, qadimda ulamolar va zohidlar chinor kovaklarida yoki yaqin atrofdagi hujralarda chilla, 40 kunlik uzlat o'tirganliklari aytiladi. Shifobaxsh buloq. Ziyoratgoh hududidagi suvning tarkibi turli minerallarga boy bo'lib, u oshqozon ichak va teri kasalliklariga shifo deb ishoniladi. Sayyohlar uchun qulayliklar. So'nggi yillarda hududda infratuzilma ancha yaxshilangan. Ziyoratchilar uchun dam olish ayvonlari qurilgan. Yaqin atrofda milliy taomlar tayyorlanadigan oshxonalar mavjud. Kitobning mashhur tandir kabobini aynan shu hududlarga borishda tatib ko'rish mumkin. Tog' yo'llari bo'ylab piyoda sayr qilish, trekking uchun yo'laklar shakllangan. Afsonalar. Rivoyatlardan biriga ko'ra, bu yerga kelgan ulug' zotlar hassalarini yerga sanchganlar va o'sha hassadan mana shu ulkan chinorlar unib chiqqan. Shuning uchun ham bu daraxtlarga shikast etkazish gunoh sanaladi. Chinor kovaklarining siri. Bu ulkan chinorlarning ichki qismidagi kovaklar, boshliqlar shunchaki chirigan joylar emas. Ular tarixan muhim vazifalarni bajargan. Tabiiy maktablar. Rivoyatlarga ko'ra, qadimda ushbu kovaklar ichida bir necha toliblar o'tirib, diniy va dunyoviy saboqlarni olishgan. Bir kovak ichiga bemalol 5-10 kishi sig'ishi mumkin. Harorat mo'jizasi. Chinorning qalin po'stlog'i va ichki tuzilishi sababli tashqarida issiq 40 daraja bo'lganda ham kovak ichida harorat doimo past va salqin saqlanib turadi. Kitob balandliklardagi ekotizm. Ziyoratgoh atrofidagi o'simlik va hayvonot dunyosi ham o'ziga xos. Noyob giyohlar. Qo'shchinor atrofidagi tog' bag'irlarda kiyik o'ti, na'matak, tog' rayhoni va boshqa ko'plab shifobaxsh giyohlar o'sadi. Mahalliy aholi bu yerdan yig'ilgan choylarning davolash kuchi yuqori ekanligini ta'kidlashadi. Qushlar makoni. Chinorlarning baland shoxlarida turli noyob qushlar in qurgan. Bu yerdagi qushlarning sayrashi va suvning shildirashi inson ruhiyatiga terapevtik ta'sir, relaksatsiya beradi. Maskanning me'moriy tuzilishi. So'nggi vaqtlarda ziyoratgoh hududida zamonaviy va an'anaviy uslub uyg'unlashgan. Milliy uslubdagi darvozaxona. Ziyoratgohga kirish qismida o'zbek milliy me'morchiligi an'analari asosida qurilgan naqshinkor darvozaxona qad rostlagan.
tahoratxona va masjid. Ziyoratchilar uchun barcha sharoitlarga ega zamonaviy tahoratxona va namozxonalar mavjud bo'lib, bu ibodat qilish uchun kelganlarga katta qulaylik yaratadi. Ijtimoiy va madaniy an'analar. Qo'shchinor mahalliy aholining jipsligini ta'minlovchi joy. Xayriya tadbirlari. Ko'pincha bu yerda mahalliy tadbirkorlar va ziyoratchilar tomonidan ehson oshlari beriladi. Kam ta'minlangan oilalarga ko'mak ko'rsatiladi. Kitobning vizit kartochkasi. Qashqadaryo viloyatiga kelgan mehmonlar uchun kitob kenglikdagi mashhur observatoriya bilan bir qatorda Qo'shchinor ziyoratgohi ham albatta borilishi kerak bo'lgan asosiy nuqtalardan biri hisoblanadi. Sayohatchilar uchun qo'shimcha ma'lumot. Fotosessiya uchun makon. Chinorlarning ulkan gavdasi va atrofdagi tog'li landshaft professional suratkashlar va blogerlar uchun juda mashhur manzildir. Transport. Ziyoratgohga olib boruvchi yo'llar asfaltlangan, lekin tog' yo'li bo'lgani uchun serburilish. Shu sababli haydovchilardan ehtiyotkorlik talab etiladi. Muhim eslatma. Ziyoratgoh hududida olov yoqish, daraxtlarga latta bo'llash bu noto'g'ri odat hisoblanadi va atrof muhitni ifloslantirish mumkin emas. Bu tabiat merosini kelajak avlodga asl holida yetkazish har birimizning burchimizdir. Bu ma'lumotlar sizga Qo'shchinor haqida to'liqroq tasavvur hosil qilishga yordam beradi deb umid qilaman. Video sizga ma'qul keldimi? Unda menga obuna bo'ling. Izohlarda Qo'shchinor haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Bitti, bitti, boş ver.